yilgi Ramazon oyini avvalidan muhtaram yurtboshimiz Ramazonni munosib tarzda nishonlash to'g'risida qaror qabul qilishliklari va xususan bu yilgi Ramazon oyida hech bir insonni qalbi o'ksib qolmasin deya yuz minglagan, millionlagan insonlarga moddiy yordamlar ko'rsatilishi hammamiz guvoh bo'lib turibmiz. Qanchadan qancha o'sha ehtiyojmand, boquvchisini yo'qotgan, muhtoj oilalar, nogironligi bor oilalarga berilayotgan moddiy yordamlar albatta ularni qalbida katta bir xursandchilikni uyg'otadi. Xususan mana shu respublikamizning eng chekka hududlarigacha har bir mahallalarda eng kambag'al xonadonni tanlab olib, rahbarlar, imom domlalar bilan bir xonada bir dasturxon ustida iftorliklar tashkil etilgani katta xayriya amal. Ehtiyojmand oilalarning qalbiga katta xursandchilik ulashildi. Albatta bu qilingan ishlar inshaalloh yurtimizga katta yana ham yaxshiliklarga, islohotlarga inshaalloh sabab bo'ladi. Allohdan shuni so'rab qolamiz azizlar. Bu hammamizga o'rnak bo'lishi kerak. Hammamizga o'rnak bo'lishi kerak. Demak, biz ham mana shu holatlarni qilsak bo'ladi. O'zimiz to'xta uyimizda yo to'yxonalarda 500 kishilab odamlarni chaqirmasdan o'sha kambag'al xonadonga bir oziq-ovqatlarni olib borib birga iftorlik qilish, o'zi payg'ambar alayhisalomning siyratlarini, u zotning hayotlarini o'qisak, sahobalarning hayotlarini o'qisak, Hazrati Umar radhiyallohu anhu doimo muhtojlar bilan taomlanganlar. Ko'chadan bir muhtojni olib kelib birga yolg'iz ovqat yemaganlar. Ya'ni shu darajada bo'lgan ular. Qarang, bu narsalar asli bizni diniy qadriyatimiz bu. Diniy qadriyat, islom bilan sug'orilgan qadriyat bu. Mana shu narsalarni tiklashligimiz inshaalloh bu Ramazon oyi haqiqiy mehr muruvvat oyi ekanligini, Ramazon oyi haqiqiy xayr saxovat oyi ekanligi ana shunda zohir bo'ladi azizlar.